Salom dahshat armiyasi. Tasavvur qiling, tabiat ba'zida xato qiladi, lekin bu xato nuqson emas, bu mukammallik. Biz bugun bu shunchaki MMA jangchisi haqida gaplashmaymiz. Biz atletik freak, ya'ni atletik anomalия nima ekanligini dekonstruksiya qilamiz. Ya'ni Hamzat Chimayev misolida. Ko'pchilik mehnat qilingan joyda iste'dod yengiladi deyshadi. Bu yolg'on. Haqiqiy formula boshqacha. Qachonki tug'ma iste'dod hayvon kabi mehnat qilsa va buni ustiga dunyoning eng zo'r mutaxassislari bilan ishlasa, ana o'shanda siz dunyodagi Hamzat Chimayevlarni ko'rasiz. Bugungi videoda men uni har bir podkastini, har bir intervyusini va mashg'ulot rejimini filtrdan o'tkazdim. Bu uni miyasini, genetikasini va chain wrestling mexanizmlarini bo'laklarga ajratamiz. MMA chempionlarga xos ikkita narsa bor. Birinchisi bu og'ir bolalik, ikkinchisi bo'lsa kurash bazasi. Lekin Hamzatning kurashi bu boshqa daraja. U shunchaki kurashchi emas, u MMA uchun yaratilgan mukammal qurol. Qani, ichkariga kirdik dahshat armiyasi. X hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ssылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm. Keling avval dvigatelni tekshiramiz. Hamzatning mashg'ulot grafigi oddiy inson anatomiyasiga zid. U dushanbadan jumagacha har kuni 4-5 mahal mashg'ulot qiladi. Dam olish kunlari shanba kuni u bitta, lekin juda ham og'ir 2 soatlik o'lim sessiyasini o'tkazadi. Bu shunchaki hobbi emas. Bankir bankda 8 soat o'tirsa, Hamzat zalda 8 soat ter to'kadi. Bu uning kasbi, o'z ishining professionali. Lekin eng dahshatli fakt boshqa. Shvetsiyadagi faoliyati boshida moliyaviy qiyinchiliklar sababli 2 yil davomida sport zalida yashagan. Tasavvur qiling, hamma uyga ketgan, chiroqlar o'chgan, lekin xavfsizlik kameralari yozib olgan kadrlar bor. Yarim tunda zulmat ichida bir sharpa texnik ishlamoqda. Bu Hamzat. Xuddi Kobe Bryant bo'sh arenada soatlab o'tagani kabi Hamzat ham chempionlik mentalitetini o'sha sovuq matlarda shakllantirgan. Ular shunchaki boshqacha yaratilgan. Ular outsiderlar. Endi esa mexanikani tahlil qilamiz. MMA kurashi bu oddiy kurash degani emas. Sof kurashchilar ko'p, lekin ular doim ham oktagonda muvaffaqiyat qozonmaydi. Hamzatning uslubi esa MMA uchun ideal patch qilingan. U shooter, uni double leg usullari bu portlash. U raqib bilan uzoq vaqt qo'l jangi, ya'ni hand fighting qilib bo'yindan ushlab vaqt o'tkazmaydi. U fint qiladi, aldab turib birdaniga portlaydi. Bu xuddi snayperning o'qi kabi, siz uni ko'rmay qolasiz. Hatto televizor qarshisida ham biz deyarli bu narsani sezmaymiz. Keling uni Merab Jelashvili bilan solishtiramiz. Merab bu hajm. U 10 marta urinadi, o'xshamasa qo'yib yuboradi va yana urinadi. Hamzat esa boshqa. U bir marta kiradimi, tamom, u to'xtamaydi. Bu chain wrestling, ya'ni zanjirli kurash deb ataladi. Oyoqqa kiradi. Agar raqib himoyalansa, u darhol tanaga o'tadi. Keyin to'piqqa, ya'ni ankle pick. Bu xuddi yirtqich hayvon o'ljasini tishlab olgach, uni suyaklarini sinmaguncha qo'yib yubormasligiga o'xshaydi. Hatto Kamar Usman qarshi jangda Usman uni kirishlarini oldindan ko'rgan bo'lsa ham, buni sezgan bo'lsa ham, Hamzat sof jismoniy kuch va inersiya bilan uni yiqita oladi. Xo'sh, bu kuch qayerdan keladi? Keling biologiyaga chuqurroq kiramiz. 10 minglab jangchilar orasida bittasi genetik freak bo'lib tug'iladi va statistika qonuniga ko'ra bu Hamzat. Ilmiy tilda aytganda gap SCTN3 geni haqida ketmoqda. Bu genning RR varianti mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elita darajasidagi kurashchilarda bu variant ko'proq uchraydi. Bu nima beradi? Bu tezkor mushak tolalari, fast twitch fibers degani. Hamzatning harakatlari shunchaki kuchli emas, ular elektrik. Uni tanasi xuddi prujina kabi bir lahzada maksimal quvvatni chiqarib beradi. Bu turdagi mushaklar tezroq charchashi mumkin, lekin Hamzat Gilbert Burns bilan jangdan keyin o'zini kuch taqsimlashini to'g'rilab chiqdi. Lekin faqat genetikami? Yo'q. Unda kinetik intellekt bor. U inson tanasining mexanikasini, rechaklarini bir ko'rishda tushunadi. Uni birinchi MMA mashg'ulotida Shvetsiyada chempionni boksda yutib qo'ygani haqida afsonalar yuradi. Murabbiy uni birinchi marta kelganida, murabbiyga bu narsani aytib berishganda birinchi marta u bu narsaga ishonmagandi. Ammo 5-jangida yo'q, sambo bo'yicha 4 karra jahon chempioni Ikram Aliskerovni o'zini snaryadi uppercut bilan nokaut qilishi bu shunchaki mehnat emas, bu noyob iqtidor. Hamzatning yana bir siri bor. U doim o'zidan kuchlilar bilan ishlaydi. U yarim o'rta vazn bo'lib turib, zalda har doim og'ir vaznlilar bilan jang qilishni qidiradi. Uning sparring sheriklari kimlar? Alexander Gustafsson, o'zining dahshatli boksi va uppercutlari bilan mashhur. Va Ilir Latifi, UFC tarixidagi eng jismoniy baquvvat jangchilardan biri. Tasavvur qiling, har kuni Latifi kabi tank bilan
olishish sizga qanday kuch beradi? Bu eng samarali qarshilik mashg'uloti, ya'ni resistance training deyiladi. Va albatta kurash. U shunchaki murabbiylar bilan emas, afsonalar bilan ishlaydi. U Buvaysar Saytiyev, barcha davrlarning eng buyuk erkin kurashchisi qo'l ostida shug'ullangan. Michael Jordan basketbolchi uchun kim bo'lsa, Saytiyev kurashchi uchun shudir. Bunday insonlarning yonida bo'lishni o'zi sizni energetik maydoningizni o'zgartiradi. Va nihoyat, eng muhimi, psixologiya. Ko'p chempionlar, masalan, Jorj Sent-Pyer, jangdan oldin dahshatli qo'rquv, xavotir, ya'ni mandrajni his qilishganini aytishadi. JSP uchun har bir jang dozoq bo'lgan. U mag'lubiyatdan qo'rqqani uchun mukammallikka intilgani haqida gapiradi. Hamzatchi? Yo'q. U aytadiki, menda xavotir yo'q, menda mandraj yo'q va qo'rquv yo'q. U jangni tabiiy holat deb qabul qiladi. Bu yolg'onmi? Menimcha yo'q. 100 minglab insonlar orasida shunday istisnolar borki, ular miyasidagi qo'rquv markazi boshqacha ishlaydi. Ularda low anxiety response bor, ya'ni uni motivatsiyasi bu ishqibozlik emas, bu zarurat. U 2 yilda zalda yashaganda omon qolish uchun kurashgan. Bu eng xavfli motivatsiya. U qo'shani Conor McGregorning jangini kuzatib, o'ziga aytgan edi: "Agar u bu narsani qila olsa, nega men qila olmayman?" Bu sog'lom, ya'ni o'ziga ishonch illyuziyasi deyiladi. Statistikaga ko'ra chempion bo'lish imkonsiz bo'lsangiz, lekin aynan men qila olaman degan g'oyalar bo'lsa, albatta siz bu narsani qila olasiz. Xulosa qilib aytganda, Hamzat Chimayev bu genetika, shafqatsiz mehnat va to'g'ri tanlangan muhitni mukammal sintezi. U shunchaki jangchi emas, u bizni ko'z o'ngimizda ishlayotgan tirik mexanizm. Keyingi safar oktagonga chiqqanda shunchaki tomosha qilmang. Uni harakatlaridagi sakkizga detallarni, o'sha fast twitch to'llarni portlashini ko'rishga harakat qiling. Dahshat MMA siz bilan edi va keyingi jangchilik va aynan shunday yangi yo'nalishdagi videoda keyingi bo'lib qaysi jangchini tahlil qilishimizni yozib qoldiring.